Bugungi darsimizda biz Android Studio'da Tayya SQLite sandanını qanday ishlatishni o'rganish uchun 100 jumlada bir app yasab chiqamiz. Bu appni biz qurishdan avval sandanimizni qurib olaylik. Sandan qurish uchun biz burungi darsda ishlatgan SQLite browser degan qurolimizni ishlatamiz. Bu qurolning ichida New database degan knopkani bassanglar yangi sandan qurish bo'ldi. Bunga men jumla deb ism qo'yay. Jumla db deb qo'ygandan keyin buni ustal yuziga saqlab etay. Ustal yuziga saqlagandan keyin endi bizning bu jumla db degan sandanning ichiga men yana jumla deb bir jadval quray. Jadvalninki birinchi elementi birinchi bo'ligi bu san tipliq id bo'lsin. Buni ochiq ochishni andan keyin avtomatik eshib berish degan ikkisini belgilab qo'yamiz. Ikkisiga belgilab qo'yamiz. Endi yana bir bo'lak qurib, bu bo'lakni biz turkcha jumla deylik. Turkcha deb buningki tipi tekst tipli olsun. Andın yana bir bo'lak qurib, bunun ismini Uyg'urcha jumla deb bu şekilde quraylik. Bunda qilsak, bizning sandan qurishimiz tamomlandi. Sandanni qurib bo'lgandan keyin biz endi bu sandanning ichiga bir qancha jumla saqlaylik darsimizni ishlatish uchun. Yangi jumla qo'yish uchun mush knopkani bassak bo'ldi. Bu knopkani bassak, bo'lakni men cho'ngaytib etay. Hozir kirgiz holat keldi. Bu şekilde sandanı kurup olduk. Sandanı kurup olgandan keyin bu taqaytgan knopkani bassam saqlab etamiz deb saqlayman. Saqlagandan keyin endi biz projekt qursak bo'ldi. Projektimizning ismini quruq activity degan tanlagandan keyin 100 jumla deb quray. Biz burun projektildagidek binding ishlatish uchun bu build gradle'ning ichiga build features deb binding deganni true deb buni qo'shib qo'yamiz. Buni qo'shib o'tgandan keyin endi layout qurish boshlasak bo'ldi. Biz bu app'te view pager orqali jumlalarni betma-bet ko'rsatadigan ishni qilamiz. Shuning uchun men text view deganni o'chirib etib, buning o'rniga view pager ekirimi view pager ishini tanlaymiz. Burungi darslarimizdagidek. Endi buning o'zliq kengliklarni ekran to'liq holat chiqarib etsak, bu ana ekranning loyihasi tugadi. Endi view pager'ni qo'llanish uchun view pager'ning har bir betini ko'rsatish uchun fragment qurish to'g'ri keldi. Shunga bu yerda biz fragmentdan birini quramiz. Fragment, quruq fragmentni tanlab, buning ismini jumlalarni ko'rsatish uchun ishlatganligimiz uchun jumla fragment deb qo'ydik. Endi bu fragmentninki dastlabda biz layoutni layla olayli. Ko'rinma yuzini layla olayli. Ko'rinma yuzining ichida biz faqat ikkila tekst ko'rsatsak bo'ldi hozircha. Buningki birinchi tekstni match parent deb to'liq ekran chiqadigan ishni biz wrap content deb mazmunga asosan egizlikni o'zgartirgan qilaylik.
Andın bu tekstin özünü bir köçürüp iki tekst birisini türkçeге birisini uygurca işleteyli. Andın her qanday fragment kurgan vaqtimizda buningki layout, frame layout oldu. Biz concentrate layout o'zgartiraylik buni. Concentrate layout o'zgartirgandan keyin hem text view'ning üst qismini ekranning üstüge to'g'rilaylik. Ondan bununla isim qo'yib qo'yaylik. İsmi text Türkçe olsun. İkinci birisi text Uygurca olsun. Ondan ikinci cümleninki üst tarafını üstteki cümlenin astıga to'g'rilasak bo'ldi. Şuna bunu top to bottom of deb üstteki cümlenin ID'sini berimiz. Text area degan talab qo'ydik. Shuni bilan bu ikki jumla o'rni belgilanib bo'ldi. Endi jumlaning bosh oxirida sal o'rin qoldirib qo'yaylik. Bo'lmasa hamma tarafiga o'rin tashlaylik 30 deb. Yaqsak ikki jumla orliqini sal ijroq bo'ladi. Endi buningki tekstning cho'ng kichikligini cho'ngroq 22 sp daq beraylik. Endi ikkinchisiga o'xshashlar 22 sp beraylik. Ondan tekstning rengi normalda tekstlar sal kul rengi mayil chiqadi. Buni qora qilib aytaylik. Bu ishqor tekstimizning ishqor jumlaninki o'zi tushun bu narsani qetib bo'ldik. Endi mana bu Uyg'urchani hemen meyagi Uyg'urcha tekstin birini kirgizib ko'rib baqay. Bu Uyg'urcha sistemning o'zining xat nusxasi bilan Uyg'urchaning ko'rinishi. Agar Uyg'urcha uchun o'zingizlar ayrim xat nusxasi ishlatmoqchi bo'lsanglar, xat nusxasi ishlatishning usuli bu resource deganning ustida o'ng chekkandan keyin folder degandan font folder deganni tanlaymiz. Font folder deganni tanlab finish desak, resourcening ichiga font deb bir mundarj qurib berdi. Endi bu mundarjiga biz fontimizni ekiraversak, hemen font deganning ichiga Uyg'urcha fontdan birini ekirdim. Elkatib basma degan fontni. Buni ekirgandan keyin endi mana bu fragmentdanki mana Uyg'urcha tekst ko'rsatadigan narsaniki fontni tanlab baqilay. Font family deganni bosgandan keyin qilsanglar elkatib basma deb menga ko'rindi. Uni tanlayversak xat nusxasi bundaq o'zgardi. Çünkü Uyg'urchaning xat nusxasini ham shundaq bu shaklda o'zgartirsanglar bo'ldi. Endi biz buningki tekstlarini o'chirib o'taylik. Tekstlerini o'chirib o'tdik. Tekstni o'chirib o'tgandan keyin endi main activity'de binding'ni ishlatish uchun
binding deb özgerişini birini izalaydı. Bunun tipi hem şu binding deb yazsаңlar. Sizin kurgan görünüm yüzü cetlilik esasen bu binding ciddi şekillendirip durdu özü. Bunu activity main binding diyen talayımız mıydı? Bunu talap olan iken on create'nin içinde binding diyenin özü. Tamam. Activity main binding inflate layout inflator dep. Bu şekilde birimiz bir puan iken hem de mavi. Bunun ornuğa binding'inki root'unu işlesek buldu. Hem de view page'de işletiş için biz adapterden birini kurbalaydı. Yani bu burunqu dersimizde biz imtihan hep yasağı vaktimizde kurğanımızdek kursak bulduk. Kotlin class'tan birini kuraylı bunda. Adapter'ın ismi cümle adapter olsun. Bu fragment state adapter deyengi varaslıqısı buldu. Hem fragment state adapter deyenninki içinde birisi fragment manager, ikincisi life cycle deb iki parameter var. Şoň hem de bu iki parametrini biz bu ayrım class kılıp kurup o iki parametrini işletiş için o parametrini biz activity'den ekelsek buldu. Şoňa bununla parametrin işkini koşup koyabiliriz. Birinci parametrisi fragment manager olsun. Bunun tipi fragment manager. İkinci parametri life cycle. Bunun tipi life cycle dep. Bu şekilde bir bitip bu şekilde bir puan iken de bana içige fragment manager bilen alıp koygan fragment manager bilen life cycle degenini işletsek bu normal boludu. Hem de o cümle adapter degeninki ezalarını iki ezası var. Ekreyli. Bet sanını bekitiş için biz kaç cümle olsun şunca bet köşüşümüz gerek. Şunu hem de cümlemizni biz cümlemizninki uzunluğu esasen bunu bir taraf buluş için avval bir cümlemizge model kurulaylı. Bunu cümle model dep class'tan birini kurup aldık. Cümle model biz bunu data class dep bunun içinde biz standartlaylığa baktığımızda bir ID var. İkincisi Türkçe. Üçüncüsü Uygurca dep mındak şekilde kurgandık. Şu oşa şekilde bunu bir yerde izalıp alımız. Cümle modelde bir model izalap boğan iken hem biz bu adapter kurduğu yerimizde bir listin birini izalap alaylı. Yoki tizimlikni, cümle tizimlikini. Hem de cümle tizimliki biz tizim dep koyaylı. Bununki tipi nim buldu desek array list. Biz hazır kurgan modelimizin ismi cümle model. Şuna cümle model tiplik bir tizimlikni bu adapter'ın içinde ekelimiz ekip hem de şunun uzunluğu kaç bolsa maniki uzunluğu deyince şunu kaytırsak buldu. Tizimimiz size bu şekilde kaytırsak buldu. Kaytırıp boğan iken hem de fragment kurduğaya geldik. Fragment kuruş için bizimki hazır cümle fragment tepmeyede class var. Şunu biz fragment degenin özü cümle fragment bu şekilde kursak buldu. Kurgan iken hem de şu fragmentin özünü kaytırıp vermeyiz bir yerde. Hem de
fragmentni qaytarishdan avval fragmentda jumlani biz tizimlikda kelgan jumlani ko'rish uchun avval biz jumla fragmenti yaniga bindingni zalib etaylik. Biz activity'ning ichiga binding deb o'zgartirish izolaganimizdek buningmi zalib etsak bo'ldi. Hemen qo'shimcha izohat kodini shu yerda biz ishlatmaymiz. Fragmentdan ichida binding ishlatish uchun biz ikki o'zgartirish izolaymiz. Birinchisi binding deb asti chiziqqa diqqat qilinglar. Endi bunga o'xshashlar binding deb yozsanglar, fragmentga mos kelgan binding o'zi chiqadi. Bunun tipi shu şekilde. Endi bunun dastlabki qiymatini 0 deb qo'ygandan keyin ikkinchi bir o'zgarguvchi buni val deb izolasak bo'ldi. Chunki hozirlik qiymat beryapmiz bunga. Bu binding deb bunga qiymat beryaptik. Endi onCreate view'ning ichida bindingga bu şekilde qiymat beramiz. Bu o'zgarishni qurib bo'lgandan keyin biz buning ichida binding root deb activity'ni ishlatganimizdek buni qaytarib bersak bo'ladi. Shuning bilan bu fragmentning ichida binding ishlatilgan shartni biz ado qilib bo'ldik. Normalda bu fragmentning ichidagi binding bu fragment qurilgan vaqtda quriladi. Fragment taqalgan vaqtning o'zida bu binding kuchdan qoladi. Şunu biz on destroy deganning ichiga binding deganni 0 deb bekor qilib etamiz. O'zgargich qataylik. Jumla moduli olsun bunun tipi. Dastlabki qiymati 0 bo'lsa bo'ldi. Endi buni belgilab olgandan keyin biz adapterning ichida fragment jumla deganning o'zi teng tizimniki get position deb qo'ysak shu jumlaga to'g'ri qiymatni bergan bo'lamiz. Adapterni qurib bo'lgandan keyin main activity'ning ichida biz view pager'ga id bekitmabdi, qo'yatni shu yerda id'dan birini bekitaylik. id view pager deb qo'yaylik buni. View pager deb qo'ygandan keyin main activity'ning ichida binding deb view pager deb ziyorat qilaymiz. View pager'ga adapter deganni biz jumla adapter deb bu yerda jumla adapterning 3 tal parametri bor. Birinchisi tizimlik buniki. Ya'ni jumlaning tizimligi. Biz jumlaning tizimligini biz bu yerdan qurib olgan sandandan elishimiz kerak. Şuna endi o avval sandanni biz ekraylik. App'ning ichiga tayyor sandanni ekirish uchun biz yana resursning ustida o'ng chekib, bu yerda folder degandan set folder deganni qurib olaylik. Buni qurib bo'lgandan keyin set step qurildi hozir. Buning ichiga shu biz qurib olgan sandan hujjatimizni ko'chirib olsak bo'ldi. Biz set degan mundarimizni tepib olgandan keyin buning ichiga qo'ygan jumlamizni ekrab olsak bo'ladi. Bu yerdan qoralda qurib olgan jumlamizni mana shu ekrab etdik. Ekrab etgandan keyin endi bu jumlani ziyorat qilish uchun biz SQLite uchun bir tal helper hujjat qurib olaylik. Buni jumla helper deb bir class quramiz. SQLite'ning ichida tayyor sandanni ishlatish uchun avval biz mush app'niki database yoki sandan mundarjasida sandan hujjati, ya'ni bizning app'da jumla db degan hujjat bormi yo'qmi shuni tekshiramiz. Agar bor bo'lsa
Şu hücretini alsak buldu. Eğer yok olsa, assets degan mudarrisning ichidagi buni ashning ichiga sandan mudarrisi ko'chirib etsak bo'ldi. Şoňa endi biz bu yerda avval sandan hücretini bir izolab alayli. Sandan hücretini izolash uchun kontekst lazım bo'ladi. Şoňa biz ma cümle helperning ichiga kontekst deb bir zaten bunu qurib alayli. Endi kontekstda biz get database path desek, bu yerda sandanga isim qo'ygandik, db name deb. İsim bo'yicha app'ninki sandan mudarrisidan ma hücretni aluda endi. Bu hücretni bu yerda app bo'ldik. App bo'lgandan keyin endi shu hücret bormi yo'qmi tekshirish uchun hücret mashg'ulotida ma exist degan hücretning bor yo'qligini tekshiradigan funksiya. Agar bu hücret yo'q bo'lsa, biz quruq sandan hücretinden birini db hücretinden birini şu sandan mudarrisiga qurib qo'yib turaydi. Open or create database deb. Bu şekilde sandan hücretinden birini qurib, endi bu sandan hücretini biz ishlatmaymiz. Bunu taqib etgandan keyin endi biz o asset'dagi sandan hücretini bu hücretning ustiga qoplab etsek bo'ldi. Endi buni copy database deb biz funksiyadan birini yozayli. Ko'chirish jarayoni qanday bo'ldi desanglar, bu yerda hücretdan birini bergandan keyin avval ko'chirilgan hücret ikkisini izolashga to'g'ri keldi. Biz mana bu asli hücretni asli deydi. Bu kontekstning asset mudarrisning ichida şu db name deganni alsak bo'ldi. Şu isim bo'yicha asli hücretni ilib oldik. Endi biz asli hücretni va sandan hücretining ustiga eklayotimiz. Şoňa buni ikkinchisini sandan deb qo'ydi. Bu output stream deb izolab, endi hücret ko'chirishda buffer deb bir narsa izolash to'g'ri keladi. Bu byte array deb, buningki cho'ng kichikni biz 1 megabayt qilib bekitayli. Bu bek cho'ng hücretli olsa, qimmatni cho'ng qilsanglar tezroq ko'chiradi. Bu bir vaqtda ma ichki saqlovchiga o'qib ekirib oladigan miqdorni belgilaydigan narsa. Andan keyin hücretni ko'chirish jarayoni biz asli deganni avval o'qitamiz. O'qitgandan keyin buni shu cho'ng kichiklikni bekitib qo'yamiz bufferninki. Bu o'qigan narsa noldan cho'ng bo'lsa, buni biz sandan degan hücretga yozsak bo'ldi. Yozgan vaqtdami shu bufferni qanday bekitgan bo'lsak, shu o'lchamda yeziladi. Ama jarayonni takrorlab taki bu o'qiydigan narsa qolmaguncha o'qib yezib bu jarayonni tamomlab bo'ladi. Tamomlab bo'lgandan keyin mana yezib bo'lgandan keyin flash degan buyruqni berib, andan keyin hücretni itib aslini itib flash degani berib hücretni taqib etamiz. Bu endi hücretni ko'chirishning jarayoni. Endi ya'ni ma hücret mavjud bo'lmasa, biz avval quruq sandan birini qurib
Bunu takip etkendan keyin o'sha yerda qurilgan sondan hujjatini ishlatib turib bu şekilde bizning sondan hujjatimizning sondan mundarijimizning ishiga bir şu cümle bir namida quruq hujjatdan birini shakllantirib olamiz. Shakllantirib olgandan keyin endi mana copy mashg'uloti orqali yoki ko'chirish mashg'uloti orqali biz buni ko'chirib eklab olamiz. Agar bu ko'chirish jarayonida chatoq chiqib qolsa, bu yerda xatolik chiqib qolsa, u xatolikni ko'rsatib bo'ldi. Yani xatolik ko'rildi deb xatolik chiqib qolsa, xatolik ko'rildi deb uçur ko'rsatib qo'ysa bo'ldi. Agar sondan hujjatimiz mavjud bo'lsa, bu şekilde sondanni içib bas bo'ldi. Endi bu ochgan qiymatning o'zi ham database degan narsa kelib qaytdi. Demek bu jarayon orqali biz mavjud bir sondanni ilib olaymiz. Mavjud bir sondanni set degan bu jarayonlar orqali biz assetsning ichidagi mavjud bir sondanni appning ichida agar bo'lmay qolsa, appning ichiga ko'chirib ishlatalaymiz. Endi biz main activity'ga qaytsak, şu cümle helper degan qurib olgan narsamizni ishlatish uchun shu qurib olgan obyektdan birini izolab qo'yaylik. Cümle helperni bu yerda let int desak bo'ldi. Private let int var deylik. Endi buning qiymatini bu yerda cümle helper deganning o'zida cümle helper deb bunun birla parametri var, kontekst degan activity kontekstini uchun this deganni berib qo'ysak bo'ldi. Endi mana cümle helper degan narsa qurilib bo'ldi. Qurilib bo'lgandan keyin cümle helperning ichida biz database deganni olsak, bu sondanni ziyorat qila olamiz. Endi sondanni ziyorat qilib bo'lgandan keyin sondanning ichidagi tizimlikni elish uchun biz oldingi darsda ishlatgan shu select cümlesi orqali uni ziyorat qilsak bo'ldi. O select cümlesi bilan ziyorat qilgan narsani biz shu nima ichiga yozib ketaylik. Helperning ichiga. Helperning ichiga biz yana bir funksiya yozaylik. Funksiyamizning ismi cümleler olsun. Cümlelerde bir fonksiya yazıp bu cümlemiz database'ning ichida select deganni ijro qilib qaytgan qiymat cursor tipli narsa qaytadi. Buni ziyorat qilish usuli biz oldingi qitimga ishlatganimizdek cursor move to next deb bu şekilde bunun qiymatlarini ilib olsak bo'ldi. Endi biz bu cümleler deganda shu bir cümlening tizimligini qaytarib beraylik. Cümle tizimligini qaytarish uchun tizimlikning o'zini biz shu cümle model degan tipni qaytarsak bo'ldi. Bu tipda uni qaytarish uchun avval biz id'ni ilib olaylik. Id cursor deganninki get birinchi id'si butun tipli bo'lgandan keyin birinchi elementi id etdi. İkinci elementi Türkçe'de. Ondan keyin cursor deb get buningki tipi string tipli text deb izolagan 90 dan aşağıda
Hem de üçüncüsü Uygurca. Şuna bunu bu şekilde ele bassak buldu. Hem de bu üçünü hep boğan iken bu üç kıymetini işletip biz modelden birini kurmayız. Yani cümle dep obyektden birini kuruş için cümle model dep bunun içige id'ni tr o yema üç kıymetini bir versek buldu. Bu kıymetini berip biz kurup boğandan keyin miyada quruq sandan birini zalabalayla başta tizim degenimizin özü array list cümle model quruq holatda tizimlikten birini zalabalab bu yerda endi her bir cümle qurilib bo'lgandan keyin shuni tizimlikka qaytaversak bo'ldi. Tizimlikka qaytib bo'lgandan keyin eng oxirida tizimlikning o'zini qaytarib beradigan qilsak, biz cümle tizimlikni ala olamiz. Tizim. Bu şekilde cümlelerde bu jarayonni yozib bulduk. Fonksiyani yozib bo'lgandan keyin main activity'ning ichida cümleler deb yozsak, bizga cümleni qaytarib berdi. Tizimdan cümle. Hamda bu adapterning ichiga biz tizimlikni bera olamiz. Birinchisi tizimlikda birinchisi tizimlik, ikkinchisi fragment manager, üçüncüsü life cycle. Fragment manager deganimiz support fragment manager deganni deb qo'ysak bo'ldi. Endi bu şekilde biz adapterni qurib bo'ldik. Endi fragmentning ichida biz bu on create view degan narsa. Endi birinchi cümlemiz, ikkinchi cümlemiz, üçüncü cümlemiz, dördüncü cümlemiz, beşinci cümlemiz, altıncı cümlemiz. Yani bu şekilde biz cümlenin tizimlikini asandanımızdan muvaffaqiyatli işletdik.